Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada chiroyli bir kun. Qo'limda dangliq yozuvchimiz Xolida Isroil Appoyning Ona daryoni izlab nomli asarlar to'plami. Ilgari bu kitobdan ba'zi asarlarni tanlab o'qib berdim. Bugun huzuringizga sunmoqchi bo'lganim Mashal ko'targan kishilar nomli povest. Bu povest sal uzunroq, shunga bir necha bo'limga bo'lib o'qib berdim. Bugun birinchi bo'lim. Mashal ko'targan kishilar povest. 1857-yili Angliya ishchilari dunyo bo'yicha tunji futbol klubi Sheffield klubini qurdi. 1893-yili Angliyadagi 11 futbol komandasi birlashib tunji futbol jamiyatini qurdi. 1870-yili Angliya futbol jamiyati Angliya ham dunyo bo'yicha tunji futbol musobaqasi, yangicha futbol musobaqasini o'tkazdi. Shundan keyin Angliyada futbol harakati keng qanot yayib, Avstriya, Avstraliya, Ispaniya, Italiya, Fransiya, Belgiya, Gollandiya qatorliq ellarga taraldi. 1896-yili futbol harakati xalqaro olimpik tanarkat musobaqasining bir turi qilib qo'shildi. 1904-yili mayda Parijda xalqaro futbolchilar birlashmasi, ya'ni FIFA qurildi. 1928-yili xalqaro futbolchilar birlashmasi 1930-yildan tortib 4 yilda bir qitim dunyo futbol lo'nqisini talishib musobaqasi o'tkazishni qaror qildi. 1870-yilda Angliyaning Manchester shahridagi bog'cha maydonlarda to'p tepib yurgan Preston ishchilari orasida bir Uyg'ur yigitimi bor edi. Baslik chaqqan intayin zerak bu yigit yengila o'rganib olgan bir necha eg'iz inglizcha so'ziga tayinib bu yerdagi ishchilar bilan chiqishib olgan va futbol o'ynashni nihoyatda obdan o'rgangan edi. Kishilar uningdan "Sen qayerlik?" deb so'rasa, o o'yinib turib ketib, "Men ustun otishning eksoq degan yeridan" deb javob beradi. Hamma ishga qiziqadigan angliyaliklarga. Hashim Balaxon 17-18 yosh vaqtlarida yashinib qolgan hammasi bilan Eliga chiqib ketdi. Hammasi Elida o'lib ketgandan keyin karvonlarga agishib Anjamga, u yerdan Turkiyaga bordi. Izmirda musofirlik va yo'qsizlikning dardini tortib yurgan chaqlarida Rasif deydigan kishining yordamiga erishib, xalqaro yuk paraxotining yordamchi mol tizimlovchisi bo'ldi va paraxot bilan Angliyaning Manchester shahriga berib, u yerda bir yil turib qoldi. Ikkinchili Turkiyaga qaytib, mo'yna, ya'ni yovvoyi hayvon terisi sotadigan bir do'konda ishlab, bir mezgil o'tganda xo'jayinning topshirig'i bilan mol sotib oluvchilarga yo'l boshlab, Sibiriyaning bir qism joylariga, O'rta Osiyodagi Olmuta, Rossiyaning Shamay shaharlariga, keyin yana Qozonga bordi. Qozon ayni davrda G'arb va Sharq o'rtasidagi muhim iqtisodiy tugun bo'lib qolmay, madaniyat, ma'arif va ilm-fan ushqanday taraqqiy qilayotgan. G'arb dunyosi bilan Sharq dunyosiga tabi xilma-xil din va madaniyat hodislari, fikr iqimlari o'zaro uchrashib, to'qinishadigan ham bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan gullangan zamonaviy shahar edi. Raqobatisi qo'yiq, qiziqarli tantarbiya turi bo'lgan futbol bu yerdagi maktablarda yangidan yo'lga qo'yilyapti. Hashim Balaxon Qozondagi bu yangilikning aktiv tashabbuschisi va qatnashchisi bo'ldi. U bu yerdagilarga angliyacha o'ynash qoidalarini o'rgatdi.
musobaqalarga qatnashdi va nihoyat tezda bu yerdagi dangliq topchilardan bo'lib qoldi. Shu mazgilda u savdo ishi bilan qozonga kelgan bir yurtliqi O'rta Osiyodagi dangliq boy Bahovuddin hoji bilan ko'rishdi. Ular yosh qurami tang, zehni kuchi, fikr hissiyoti urg'ib turgan yigitlar edi. İkisila yurtini, eksaqni qizg'in so'yatdi. Namratliq, nadonliq elkit yashayotgan yurtdosh, qon qarindoshlarni, ularning taqdirini ko'p o'ylaydi. Shunga o'y fikri ko'pincha bir yerdan chiqadi. Hoshim Balaxon uzoq yil musofirlik dardidan tortib, yurtini sevganligini, yurtga ketgisi borligini, mushu yerdagi bolalarga futbol o'ynashni o'rgatgandek, yurtidagi o'shiq o'ynab yurgan bolalarga futbol o'ynashni o'rgatgisi borligini aytganda, Bahovuddin boy ko'zlariga yosh oldi. Uni yurtidagi qorong'u madrasalarni isloh qilish, o'qitish mazmuniga fanniy darslarni kirgizish, sharoit yaratib, bu yerdagidek yangicha maktablarni qurish, tantarbiyasini yo'lga qo'yish qatorliq xiylidan beri o'y xiyolini chirmab, yuragidan chiqmay kelayotgan orzu armonlarini so'zladi. Ular ko'p qitim ana shundoq sirdishib, orzu armonlarini amalga oshirishning planlarini tuzishdi. Bahovuddin boy Hoshim Balaxonni yurtiga qaytadigan karvonlar bilan yo'lga soladigan chaqda onunğa 3 futbol topu bilen bir nasus yolluk tuttu. Bu toplar Pamir tağları arasındaki tek xatarlik muz davallardan sağ salamet ötüp, Hoshim Balaxon bilen billa Eksaqqa yetip geldi. Tevekkülçülük ruhiga boy Eksaq dehqonlari futbolni yoqtirib qoldi. 1880-yillarda Eksaqning eng dastlabki futbol komandasi barliqqa keldi. Ular dastlabda 4 odam bir guruhi bo'lib o'ynaydi. Hoshim Balaxon, Tayaxun, Namankam, Qalamkam, Nasbaxun, Sopkam, Nurdukkam, Nabikam qatorliq topchilar Eksaq futbolchilik tarixining bo'ron chapqunliq o'zgarishlariga agish futbol harakatini yenilik taraqqiyotning simvoli sifatida Eksaqliqlarning taqdiri bilan chambarchas birlashib ketdi. Bir 1927-yilning aprel oylari qadimiy shahar Qashqarning Nobeshi darvozasidan Haytqa qarab so'zilgan o'ng'ul-do'ng'ul yo'lda Angliyaning kichik bayrog'i qadalgan 4 chaqliq ingliz paytoni irg'anlab tez ketib o'tadi. Ancha keng bo'lmagan bu ko'chada at uloq va yo'lovchilarning ko'pligiga qaramay ushqanda ketib o'tgan payton oldidan patpatla do'ng'oqlab menib ketib o'tgan yashangan bobaylar, ishtonsiz kichik bolalar yoki paranjilik ayollar huduqib yugurib o'tishadi. Ko'chadagi odamlar chang to'zitib yiroqlab ketib o'tgan bu olibda paytonga hayronlik, qiziqsinish, ayminish va nafrat orlashib ketgan murakkab hissiyot ichida qarshib qoladi. Tar ko'chadan uzun paranjaga yo'gangan bo'yi zilva bir qiz yerga qarag'inicha asta menib chiqib keldi. Qaraganda u cho'nqur xiyolga patqanda qiladi. Bo'lmasa orqasida ko'chini bir elib taraqlab bostirib kelayotgan 3 otliq paytonni bayqagan bo'ladi. Ammo u hech narsani sezmayla qolmasdan paranjisining girvaklarini nozuk barmoqlariga yo'gab tutqunicha yo'lning qarshi tarafiga qarab qadam tashladi. Kishilar varqirishib ketdi. Shu chaqda qiz orqasiga qarab ustiga bostirib kelayotgan yo'g'on harbin o'zining yo'g'on qora otning egiz ko'tarilgan putlari orasiga kirib qolganligini bayqadi. Ashu oxirgi daqiqalarda u kimnidir izlagandek kayniga qaradi. Uning tatargan, ammo tangdoshsiz go'zal chiroyini, umidsizlikda xiralashgan qora ko'zlarini ko'rganlar
vay isit deb qilishdi. Dal shu paytda mo'jizadek bir ish yuz berdi. Nadindir burkutdek etilib kelgan bir yigit qizni orqasidan quchoqlig'icha yo'lning chetiga qarab yumiladi. Otlar ürküp paytunni taraqshitib so'rab ketdi. Hayron qolgan ham hayajonlangan kishilar qiz bilan yigitning atrofiga o'lashdi. Bu ko'chadagi kishilar qizning cho'ng bir boyning yolg'iz qizi ekanligini bilardi. Shunga ular yigitni "Sen kim? Sen qayerliksan? Sen o'zing qutuldirgan bu qizning kimligini bilamding?" degandek savollarga ko'mildi. Men bir yo'lovchi, dedi yigit. Va kishilarning texmi ko'p savolini javobsiz qo'yib, yo'liga ravon bo'ldi. Qiz bo'lsa, allaqachon boya chiqqan tar ko'chaga qechib kirib ketgan edi. Paytunda o'ltirgan Angliya konsulining xonimi bu ko'rinishdan hayajonlangan edi. Bo'libmi yigitning chapdasligi uningga bak yarab ketdi. Uning o'qdak kelib qizni quchoqlab yumilgan holati xonimga Angliyada pat-pat o'tkazib turadigan futbol musobaqalarini, dangliq futbolchilarning chapdaslik bilan etilib kelib to'pni elib menishlarini eslatdi. Bu Angliya emas. Bu yerda futbol musobaqasining bo'lishi mumkin emas. Bu bir xatarli hodisa. Boyla bu yerda yoshli bir qiz hayotidan ayrilg'ili tas qoldi. Shundoq chiroyli bir qiz. Geliyan xonim Xo'zaliq. Ya'ni Xo'za Kashmirdagi kichik bir xonliq. 1891-yil Angliyaga majburiy bo'ysungan. Geliyan xonim Xo'zaliq paytunkashga norozilik aralashgan andisha ichida qarab qo'ydi. Qari chash, terisi sarg'ush, qaramtil kelgan, yanaq so'ngaklari burtib chiqib turadigan 30 necha yoshlardagi bu odam tipik Osiyalik edi. Ammo u uzoqdan buyon oqtanliklari bilan aralashib o'tganlikdan bo'lsa kerak, Osiyaliklarni, bo'libmi Qashqarliklarni past ko'radi. Paytunni ushqandek tez haydab, bu g'alita harbiga g'ongvoqqinicha qarab kelib, o'zini chatga erishni unutgan kishilarni, bo'libmi sahroliklarni cho'chitib qo'yishni yaxshi ko'radi. U qo'rqinishdan alaqchaloq bo'lib ketgan kishilarning yenidan tez sur'atda surkishib degidek o'tib ketadi va o'zining mahoratidan so'yinib necha kungacha ko'ranglab yuradi. Ammo bu sinoq davomli muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Bu qitim eshaklik bir bug'voy eshiki bilan paytun tegida qoldi. Yana bir qitim bola ko'tarib olgan bir ayol yiqilib, bolasi necha metr yiroqlikka uchib tushgan edi. Har qitim hodisaga uchirg'uchining tuqqanlari bu ishni Xudodan ko'rib, kishini hayron qoldirgudek sabr, toqatliligini ifodalaydi. Hatto konsul Gillian apandi hol so'rash yuzidan bergan pullarningmi qaysi bag, qaysi qozining yanchiqoga tushib ketganini bilmaydi. Gillian xonim qizil jiyaklik forma kiyib, paytunda gidib o'ltirdigan paytunkashning mundaq ishlaridan norozi edi. Uning paytunni pokiz tutadiganligi, atlarga yaxshi qaraydiganligi uchunla uni ishdan bo'shatib etishga qiymagan edi. Shunga davomli uningga paytunni ehtiyot bilan haydashni cheklab turadi. Bularmi odamg'u, turmushning qiyinligi, tirikchilik sharoitining nacharligi bu odamlarni mush holga tushirib qo'ygan. Inchikilab qaraydigan bo'lsangiz, bularda bir xil esil sifatlik bor. Avu oppoq soqolliq buvayning salobatiga qarang. Uning peshonasi xuddi Sokratninkiga o'xshaydi ekan. Avu ishikda turgan ayolni ko'rdingizmi? Londonda bo'ladigan bo'lsa, cho'qim dangliq go'zallardan hisoblangan bo'ladi. Bolalarni demamsiz? Nima degan so'yimlik, nima degan chechan, ha? Men Uyg'ur bolalarini bek yaxshi ko'raman.
Xanım әні şundaq sözləb ketətdi. Uçuq, zəngər gözlərini sırtqa tikib, min bir keçə çöçəklərini əsıltıdığan bu acayip yurt və onunda yaşaydığan kişilər toğrısıda tinmay mülahizə qılatdı. Paytun Qashqarning o'ng'ul-do'ng'ul ko'chalarida bir pas mang'andan keyin Heydgoh jamoasining Anjan rassisi tarafdagi burjikiga kelib to'xtadi. Heydgoh jamoasining oldidagi kangri maydon har qachonqidek yemak-ichmak yel-yemish, kiyim-kechak sotadigan uşaq tijoratchilar, xeridorlar, ish kutib turishgan hammal, madikorlar, cho'ridishib o'ltirib, jimi jahonning parangini so'qadigan bekorchilar, safoyi chelib, tilamchilik qiladigan qalandarlar bilan to'lgan edi. Jamianing ikki tarafidagi egiz teraklarning soyasi tushib turadigan so'pilarda yo'g'on sallalik, oppoq saqalliq mollalar qatori o'ltirishib, qiziq suhbat tushgan edi. Do'ppilik, tumaqliq, baqassam yoki chakman to'n kiyib, ballarini balbaq bilan bog'lagan er kishilarning orasida keng, uzun tariji kiyib, yuzini yapgan, bolalarini agashtirib olgan ayollar andisanda ko'rinib qoladi. Liq girdi to'ldirilgan yumaloq, yo'g'on tavangni beshiga elib, usta serikchidak mix-mix odamlar orasida xiraman aylanib yurgan shogird bola. Elala bozordan setib olgan qizil xo'rizini qo'ltiqiga qistirib olgan tog'liq dehqon alohida ko'zga tashlanadi. Qami tumoq, tovar to'n kiygan, chiroyi parqirab turadigan, kaynida choparmanlari agishib yurgan boyvachchilar olaman ichida so'qishqa xo'rozlardek gidishib yurishadi. Heydgohning ikki tarafidagi cho'ng yo'ldan esil otlar qo'shilgan yasidoq mablar qo'ng'iroqlarini jiranglatib to'xtamay o'tib turadi. Katroq biror mab o'tgan chaqda bekorchilarning birasi "Ko'rdinglarmi? Paloni hojimning yoki palonchi bagning mabisi" deydi. Qolganlar bo'yinlarini so'zishib, toki mabining qarshi yetkicha qarshadi. Arqadan tilini chaqildatib, otni yoki mabining bezaklarini bir haza maqtishadi. Texmi ishkirlab, mabi egasining ujuri bujurlargacha so'zlashib, ko'nglini xo'sh qilishadi. Davamlaştırayım. Əcnəbiçi Paytun əlbəttə bu yerdə həmmədən zor qiziqish qo'zg'adi. Birdamda Paytun ətrafida bir muncha bekor talab bilan tilamchi paydo bo'ldi. Fakar, doğulaq, qizil yuzlik qassob o'zidan davomli go'sht oldigan Paytun kashini ko'rib, yugurib yetib keldi va ta'zim qilib, uningga sharat aralash bir narsalarni degili turdi. Chiroyi optopda ko'yib, qardab ketgan er kishilar boshlarini egib, Paytun ichida o'ltirgan yosh xonimga qiziqib qarshadi va kulishib bir-biriga bir narsalarni deydi. Ba'zilari Paytunning u yer bu yerlarini tutib silab beqishadi. Xonim Angriyadan yangi kelganda kishilarning o'ziga qarab kulishganini ko'rib, Uyg'urcha so'zlashni biladigan katibdan "Ular nima deydi?" deb so'raganda, katib uningga "Kechirsiz xonim, ular sizni maymunga o'xshaydi ekan" deb javob bergan edi. Paytunkesh qapqini turib, atrofdagilarni qo'qlashga boshladi. Demisimi, bu kishilarning orasida ajoyib chivar o'g'irlar bor edi. Ular fursat topsalar, Paytundan qo'liga chiqqan narsani o'g'irlab ketishadi. Ularning odamni qaritib turib, shu narsalarni qandoqlarcha shuncha tez o'g'irlab ketganiga odamning aqli yetmaydi. Ko'cha og'zidan tiqilishib turgan bir necha maba joyidan qo'zg'alib, Anjan rassisiga o'tadigan yo'l ochildi. Paytunkesh atrofdagilarni harom tomoq o'g'irlar
deb tillab Taytunni Anjan rastisiga qarab haydidi. Anjan rastisi Qashqardagi kengrek, ratligrek ko'chalarning biri edi. Ko'cha usti yog'och, bo'rlar yoki ikki yoqdagi uylarga ortildirib selingan balaxona uylar bilan yepilgan bo'lib, u yer bu yerdan tushib turgan kunnur ko'chani xira yo'rtib turadi. Ko'chaning ikki yiqida o'zbek, hindi va yerlik boy savdogarlar, jazonixo'rlarning ikki qavatlik qish uy va do'konlari, bir-biriga ulashib ketgan Zagara bozori bor edi. Bu do'konlarda chet ellarning esil raxt, moyna, kiyim-kechaklaridan tortib Eron gilamlari, Hangzhou va Xotanning ipak raxt atlaslari sotiladi. Maqlamsa, bugun o'shinchalik o'qib beray, davomiga diqqat bering. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.